Akalar, o'zingizlar ko'rdinglar, gelik ham yutqizib qo'ydi, zikrga dochram ham yutqizib qo'ydi. Endi okalarimiz shunaqa gap gapirishyaptiki, mana shu Porsche'da men Toshkentga boraman, zikr bilan o'ynashga aqling yetadimi deyapti. Kommentariyaga yozinglar. Agarda o'ynaymiz, chaqir mehmonlarni deydigan bo'lsanglar, Toshkentga borishlikka tayyormiz deb aytishyapti. Nima deysizlar? Sizlarning fikringlar har doim biz uchun muhim bo'lgan. Biz chaqiramiz, kelishsa bo'ldi. Men o'ylayapmanki, bu Porsche zikr olib qo'yadi. Sababi nimaga desanglar, chunki kuzovi yengil, motor mo'shni Porsche bo'lganligi uchun. Qisman men akalar yutganim sababi yaxshi moy quyganman. Ya'ni motorim zo'r ishlab berdi, Valvoline moyini quyganman. Akalar, o'shaning uchun ham biz Valvoline'ni gelikka padarka qildik. Mehr ko'zda dil xiralik bo'lmasa, prosta siz mashinangiz bo'lsa, Valvoline'dan quying.